Assalomu alaykum birodarlar. Oshqozon ichagalaringizda yallig'lanishlar hamda yaralar mavjudmi? Undan tashqari bronxit kasalingiz bor, qoningiz quyilib ketgan, to'g'rimi davlenyangiz tushib ketyapti va onkologik kasalliklaringiz bor. Va masalan bitta yaxshi tabiiy ichimlik o'rgataman. Mana shunday 1,5 metr 1 metr chuqurlikda joylashadi mana. Ruschada solotka, o'zbekchada do'stlar qizilmiya hamda shirinmiya ildizi ham deb nomlanadi. O'zi nomiga yarasha juda ham bir shirin va rangi sarg'imtir ildiz bo'ladi do'stlar. Bu narsani agarda balg'am ko'chishda qiyinlashishi, yutal bo'lsa hamda isitmalarda 1 yoki 2 osh qoshiqini to'g'raysiz. Hamda shuni 1 litr qaynab turgan suvga solib, yana 5 daqiqa qaynatasiz va 3 ga 4 ga bo'lib ichib yurasiz. Balg'amni nima desam, ko'chirib nafasni yengillashtirib beradi. Va undan tashqari agar buni poroshok holatda keltirib birga bir teng hissada nima deydi, firulla deydi, sumbula ildizi talqoni bilan aralashtirib 1 choy qoshiqdan 2 mal 3 mal och qoringa iste'mol qilib yursangiz, ana shu ildizni o'shani vering oshqozon ichagidagi yaralardan batmoq qutulib ketasiz. 2-3 oy qiling, sinovdan mutlaqo o'tgan. Faqatgina qandli diabet, ya'ni sahar kasalingiz mavjud bo'lsa, bu narsadan foydalanmang birodarlar. Juda ham zo'r bir balg'am ko'chiruvchi va yaralarni bitkazib beruvchi xususiyatga ega. Buni esa guli onkologiyani davolab bera oladi. Buni aslida oktyabr va noyabr oylarida kavlanish kerak, srochni kerak bo'lib qolgani uchun majbur bo'ldik, bir kishi iltimos qilgani uchun kavlab jo'natib yuboramiz. Video roligimiz yoqsa, like, report, obunachdan chiqmasin. Xullas sog' salomat bo'ling, Alloh ko'molasiz xayr. O'zingiz va yaqinlaringizni nasib